Madine'ye kondik, Anjan'dan çıktık. Madine'ye kondik. Madine'de bulduk. Chiroyli holatda bo'ldik. Ama juda oliy darajada bo'ldi. Bunaqa shirkatda men o'ylamadim-da. Bu holatda bo'laman dedi. Ko'p endi u deb ko'rdi, bu deb ko'rdi, lekin unaqa emas ekan, chiroyli holatda bo'ldi emas. Ha, meni ko'rganda shunaqa holatda bo'ldi-da. Shu bir o'zim oyog'im og'ridi, oyoq degan narsani shu kunga hech qanaqa og'riq ko'rmadim. Xudoga shukr qilyapman. 50 yoshimizga kelsak, bunaqa 50 yoshni bilmayman, birovlar ko'rganmi, ko'rmaganmi, biz juda ham xursand bo'ldik. Ba'zi birlardan eshitamiz, ya anaqa ekan, bunaqa ekan, u tashlab ketar. Yo'q, bu odam inson emas ekan, bunaqa emas ekan. Shunaqa zo'r odam ekan. Avvalambor shu shirkatinglarga rahmat. Shirkatinglar shunday chiroyli holat qilib qo'ydiki, birorta bir kamchilik bo'lmadi. Bekor gap, hammasi joyida. Bu Andijondan Madinaga qo'ygan juda chiroyli holatga keldik. Hamma bo'ldi. Bir kelsin, kelib ko'rsin shular, ishonmaganlar. Biz shunaqa chiroyli holatga keldik. Tavsiyamni ko'pchilikka, andijonliklarga hammasiga tavsiya qilaman. Kelsin, shu Andijondan kelsin. Qanday yaxshi Andijonda kelsa, u qayerga borib keladi, qancha nima bo'ladi. Shunday chiqadi, keladi. Shu